Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, aka-ukalar. Xudo xolasa biz So'x tumani Lembir qishlog'iga darvozamizni olib kelib o'rnatdik. Darvozamiz razmerlari eniga 4 metr, bo'yiga 450 sm bo'lgan. Darvozamizning materiallari taglari shivillerdan qo'yib berganmiz, 8 lik shivillar. Darvozamiz stoygalari 8 ga 8 profildan 2 lik qalinlikda bo'lgan, ichlari 1.7 dinka qalinlikda bo'lgan, 8 ga 4 profildan. Darvozamizni ko'rib turganlaringdek yog'och joylari qalinligi 3,5 sm bo'lgan, rossiyskiy qarag'ay sasna yog'ochidan. Darvozamizni xudo xolasa chiroyli qilib o'rnatib, laklarigacha sepib berganmiz. Zamoklari ham ideal holatda bo'ldi, xudo xolasa. Kimga mana shunday xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Kataloglarimiz bor, xudo xolasa tashlab beramiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yasizlar. Rahmat hammaga.